Eyo bismillah, assalomu alaykum. Bugun sizlarga Starmax Business House polniy hamma yo'g'ini bizda nimalar bor, nima jurnallar bor va yana nimalarni sizlarga taklif qila olamiz. Agar bizda yo'q bo'lsa, Xitoydan nimalarni olib kelib bera olamiz. Hammasini qo'ldan kelgancha bir obzor qilib beramiz. Birinchi o'rinda do'konimizni polniy hozirgi holatda nalichida bizda nimalar borligini bir tanishtirib o'tamiz. Sizlar bo'lsa videoga like, kanalimizga podpiska tugmalarini bosib qo'yib, bizni kuzatishda davom etinglar va videoda albatta oxirigacha ko'ringlar va albatta kommentariyada o'z izohlarini qoldiringlar. Biz esa obzorda boshladik. Sizlarga tanishtirishda oziq-ovqat sohasida kerak bo'ladigan restoran, fast food yoki bo'lmasam pishiriq sexlari uchun kerak bo'ladigan оборудованиялаrimizdan boshlaymiz. Do'konimizga kirib kelishingiz bilan sizda shu pech listlar, ya'ni pishiriq uchun har xil turdagi somsa yoki pechenyelar uchun ishlatiladigan listlarimiz bor. 3 sm, 5 sm-liklari bor. Ularda mana shu pechlarning ichiga bemalol o'zining razmeri bo'yicha joylashtirib ishlasangiz bo'ladi. Keyin fast food yo'nalishidagi frityurnisalarda har xil turdagilari bor, izgaralarimiz bor. Biz videoda qisqacha qilib shunday nimalar borligini tanishtirib o'tib ketamiz, chunki bu polniy obzor bo'lganligi uchun to'liq funksiyalari, narxlarini unchalik keng yorishtirib bermaymiz. Endi qisqacha qilib aytib ketamiz. Narxlarini esa keyingi videolarda xudo xolasa hamma narsani o'zining narxlari bilan, to'liq obzorlari bilan, qanday ishlaydi, nima ish qiladi, to'liq tushuntirib o'tamiz. O'shuning uchun ham kanalimizga like, podpiska tugmalarini bosib qo'yib, keyingi videolarimizni ham kuzatishda davom etinglar. Xullas, frityurnisalarimizni mana bunaqangi mana jumreliklari bor, kачестволari juda ham yuqori, materiallari ham 304 o'sha nержавейка mahsulotidan, metaldan ishlangan. 220 tokda ishlaydi. Buni bitta yacheykaligi bor, ikkitaliklari bor. Bemalol ishlatib bo'lganingizdan keyin ifloslangan yog'ni mana shu jumregidan to'kib, ichini bemalol tozalab, yuvib tozalab olsangiz bo'ladi. Ichidan haligi qaynoq idishni chiqarish, boshqa bu sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Mana tentlarini ham ko'rsatib bersangiz, tentlari ham 2 qavatli, baquvvat qalin bo'ladi, jarkasi ham juda yuqori bo'ladi. Setkalari bilan shu pishirib turib, mana yog'ini siz uchun bu yerga ilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu holatda pishaveradi. Hop, mana to'liq yopilgan holati mana shunaqa ko'rinadi. Hop, buni bizda o'sha aytib o'tganimizdek hozirda ikkitali va bittali modellari bor. 220 tokda bemalol ishlayveradi. Litri bo'lsa 10 litrli bo'ladi. Maksimum shu 9-9,5 litrgacha yog' quysangiz bo'laveradi. Endi ozroq quysangiz ham bo'ladi. Hop. Mana bu keyingisi esa 11 litrligimiz bo'ladi. Buni ham ikkitaligi va bittaliklari bor. Bemalol kattaroq bo'ladi. Bunda pirashka ham pishirib sotayotganlar bor. Kartoshka fri, kolbasa, sosiska shunaqa narsalar qovurib, bemalol fast food yo'nalishida ishlatib foydalansangiz bo'ladi. Bu ham 220 tokda ishlaydi. Buni endi bundan farqi, bunga nisbatan materiallar ozgina yupqaroq bo'ladi. Hop. Buni yuvishlari esa buni o'sha qozonni ko'tarib chiqarilinadi. Mana ikki yonida bunaqangi simli sopi bor. Shundan shunday ko'tarib olasizda, tenlarini chiqargan holda. Tenlari bunda bir qavatli bo'ladi. Ichini ko'rsatib berasiz mana. Teni bir qavatli bo'ladi. Tenni ustida shu narsa qo'yganingizda bosib qo'ymasligi uchun tenni bunaqangi zashtnilari bor. Mana. Bu 11 litrli frityurnisalarimiz bo'ladi. Bularda ham bizda hozirda ikkitali va bittaliklari bor va kichkina o'sha jajja hamda o'sha doimiy olib foydalanadigan cho'ntakbob arzon kichkina modellarimiz ham bor. Bular 6 litrli. Tenlari ham o'sha bir qavat bo'ladi. Buni ham zashtnilari bor, nержавейкаdan ishlangan, qozonlari chiqarib yuvilinadigan bo'ladi. Bular eng o'sha arzonroq variantlari. Har xil turdagilari bor, xullas. Yana yangi turlari xudo xolasa keladi. Agar bundan-da boshqacharoq bir o'zingiz xohlagan variantlar bo'lsa, bemalol aytib zakaz qilsangiz, hamma turdagisini olib kelib bera olamiz. Shunaqa gaplar. Endi keyingilari esa izgaralarimiz bor. Izgaralarimizda endi tushunadi. Bunda kotletlar, har xil turdagi go'sht mahsulotlari, steyklar pishirsangiz bo'ladi. Jarishniy поверхность, ya'ni mana shu tovasi qizib turadi. Yog'ni ham ko'p ketmaydi. Bunaqa misol skоворodkada yoki frityurnisada quyib yormaysiz. Nomiga shotka bilan yog'lab turib, ustida bemalol pishirsa bo'laveradi. Yog'lari misol uchun o'sha mahsulotdan chiqadigan yog'lar, ortiqcha yog'lar oqib kelib, mana bu teshikdan bu o'zini cho'ntagi bor, to'planaveradi.
Pechga to'plangandan keyin xohlang o'ziga yog'ini sela qilib ishlatsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam olib bilmadim to'kib olasiz, boshqa foydalanasizmi, xullas shunaqa. Yog'lari o'zi pastga to'planib beradi. Bu ham 220 tokda ishlaydi. Yana bir e'tibor beradigan jihati, ko'pchilik haligi yarmi vafli bo'ladi, allaqa qovurg'ali bo'ladi, yarmi silliq bo'ladi. Shu qovurg'alisini ko'pchilik xohlamaydi. Bizda bu полностью splashnoy tekisligi. Qovurg'ali tomoni yo'q. Yana ham o'sha qulaylik beradi pishirayotgan odamlarga. Xo'p, undan keyingimiz esa xuddi shu narsani barbekyusi bu, ya'ni gaz bilan mana bu garelkalar gazda yonadi, o't taftida mana bu yerga qo'ygan go'shtlaringiz, kolbasa bo'ladimi, steak go'shtlar bo'ladimi, kotletlar bo'ladimi, zo'r bo'lib pishib beraveradi, как shashlikdaqa, o'sha barbekyudaqa pishib beraveradi. Bunda ham o'zini tagida patnosi bor, o'sha ortiqcha yog'lari oqadigan va mana bu setkalari yonidan regulirovka qilib balandroq, pastroq qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bu gazda ishlaydi, faqat tok kerak bo'lmaydi bunga umuman. Keyingi mahsulotlarimiz esa endi har xil turdagi, mana turetskiy, Xitoydagi bo'lgan tosterlarimiz. Bunda endi o'zi aslida tosterda ham go'shtlarni ham pishirsa bo'ladi, har xil go'sht mahsulotlarini ham pishirsa bo'ladi, lekin bizda buni fast foodlarda shu bo'lichkalarni bostirgani, nonlarni bostirib qizdirib olgani ishlatishadi xolos. Lekin buni e'tibor qiladigan bo'lsak, graduslari 300 gradusgacha qiziydi. 300 gradusda bemalol har qanaqangi go'shtni pishirsa bo'ladi, chiroyli qilib, o'sha как barbekyu singari steak qilib, boshqa qilib pishirsa bo'ladi kotletlarni ham. Endi keyingilarimiz pizza pechlarimiz bizda har xil turdagilari bor. Mana pizza pechlarimiz bitta listlisi, bir qavatli, ichki razmeri 40 ga 40 bo'ladi. Ya'ni bitta katta pizza bemalol sig'averadi. Buni qizish pechimizning qizish darajasi 350 gradusgacha qiziydi. Bemalol 350 gradusgacha qizib pizzalarimizni pishirib beradi. Endi bunda xohlasangiz har xil turdagi somsalar, pitalar, ya'ni shunaqa xullas o'zi pishirsa bo'ladi, har xil turdagi narsalar. Buni bizda bir qavatligi bor, ya'ni bitta list o'sha bir qavat 40 ga 40 va xuddi shuni ikki qavatlisi bor. Bu degani bir vaqtda o'zida ikkita 40 ga 40 lik pizzangizni pishirib bera oladi. Ikkita 40 ga 40 lik pizzani pishirib bera oladi. Endi keyingi pizza pechimiz esa bir qavat bir listli, ichki razmeri 60 ga 40 bo'lgan pizza pechimiz bo'ladi. Bu o'zini ichiga bir vaqtda o'zida ikkita 30 lik pizza yoki bo'lmasam bitta 40 lik pizzani olaveradi. Ikkita 35 lik ham darajada bunga sig'maydi. Shuning uchun ba'zi bir odamlarga men buni maslahat beraman, misol ko'proq pishirsin deydigan odamlarga, chunki bu bir vaqtda o'zida ikkita 40 likni pishirib beraveradi va graduslari bularda 350 gacha ko'tarilsa, bu 300 gradusgacha ko'tariladi xolos. Bu ham pishirib beraveradi, zo'r sifat bilan hamma tomonlama pishirib beraveradi, faqat pizzani o'zini ichiga olish hajmi bunda ularga nisbatan kamroq bo'ladi. Endi keyingi pechlarimiz bo'lsa, pishiriq sohasida kerak bo'ladigan har xil turdagi somsa, pishiriq pechenyelar, buxankalarni ham pishirsangiz bo'ladigan, tort biskvitlar, shunaqa narsalar uchun ko'proq ishlatiladigan Euro model pizza pechlarimiz bo'ladi, pizza pech emas. Pizza ham pishirsangiz bo'ladi-yu, imенно pizza uchun emas. Bularimiz 220 da ishlaydi. Hozirgacha ko'rsatgan hamma narsam sizga 220 da ishlaydi. Va buni yana ham zo'r ustunlik tomonlari bular 400 gradusgacha qiziydi. 400 gradusgacha qiziydi. Ichki razmeri 60 ga 40 bo'ladi. Bitta list bemalol sig'averadi. Bular o'sha Euro variantlar bo'ladi hammasi. Xo'p, endi bu tanishtirib o'tayotganim hammasi sizlarga absolyutno mashhur, hammasi umniy smart hisoblanadi. Ya'ni ma'lum bir gradusga qo'yib qo'ysangiz, o'sha gradusga ko'tarilgandan keyin avtomatik o'chadi. Sovishni boshlasa yana avtomatik o'zi yonadi. Shu tarzda sizga elektrni tejab beradi, ko'p rasxod qilmaydi. Mana bular ham hammasi pechlar. Bularning yana bir zo'r ustunlik tomoni shundaki, pechlarimizda bularni utepleniyasi, devorlari qalin, yaxshi bo'lganligi uchun, isitish izolyatsiyasi zo'r bo'lganligi uchun tez qizib, sekin soviydi. Ya'ni aytgan gradusga tez ko'tariladi va sovishi sekin bo'lganligini hisobiga issiqlik poteriyasi kam bo'lib, sizga yanada tokingizni ko'proq ekonom qilib berishga xizmat qiladi. Va keyingi pechimiz, katta pechimiz.
6 listli 6 ta 60 ga 40 list ketadi ichiga. Har bitta qavatiga 2 tadan 3 qavat bo'ladi. Bu pechimiz 380 tok bilan ishlaydi. Menda 380 ga sharoitim yo'q, menda 220 bo'lishi kerak deydigan odamlar uchun bemalol buni ham 220 qilib bera olamiz. 220 ga ishlaydigan qilib beraveramiz. Yo'li bor. Ilojini qilsa bo'ladi. Xo'p, shunaqa. Va keyingi pechlarimiz mana bu xuddi shuni bir qavatlisi, no gazlisi. Elektr privodda ishlaydi. Elektr bilan boshqariladi, lekin gazda pishiradi. Gazda pishirib, elektrda boshqariladi. Elektrda pishira olmaydi. Shu sababdan elektrni rasxod qilsa bu soatiga bir 200-300 vatt rasxod qiladi xolos, chunki kontrolleri o'sha boshqaruvga elektr sarflaydi xolos. Hop, keyingi apparatlarimiz shokoladniy fontanchik bor, ya'ni o'sha shokoladni eritib, ustidan aylantirib oqizib turadigan fontanlar. Buni ko'proq o'sha sweet house'lar, shirinlik do'konlari oladi yoki bo'lmasam shunaqangi bir marojna yoki qulpinoyni shokoladga botirib beradigan shunaqa nimalar ko'payib ketdi. Hozir vafli ustiga shokolad qo'yib beradigan shular oladi. Xullas shunaqalar uchun ko'pincha ishlaydi. Shirinlik pishiriq texlari ham olsa bo'ladigan narsa, shokoladlarni eritib, muntazam bir xil chiroyli qilib plavniy qilib berib turadi. Kokteyl apparatlarimiz bittali, ikkitaliklari bor. Hop, teplovoy issiq vitrinamiz, ya'ni tayyor gamburger, fast food narsalarini pishgan holatida issiq ushlab berib turadi. Misol uchun zakaz tez-tezda bo'ladigan, aylanish yaxshi bo'ladigan joy bo'lsa, pishirib solib qo'ysa, kelgan klientga olib bersa ham, menga turgan narsani beribsan deydigan bo'lmaydi, chunki svejiy issiq ushlab turadi. Paxta qand apparatlarimiz bor. Paxta qand apparatlarimiz buni ham mana zo'r misol foydasini aytadigan bo'lsak, buni sizga 1 kilo shakardan eng kamida 35 ta, 40 ta, bo'lmasam 50 ta, 60 tagacha paxta qand chiqarsa bo'ladi. Bo'lmadi deganda eng kamida 30 ta deylik, yana 30 ta chiqargan taqdirda ham 1 kilo shakarimizni narxi hozir 12 ming so'm bo'lsa, boring yana uni to'k rasxodlari ishlab chiqarishlari uchun 15 mingga aylansa, tayyor holatiga 1 kilo shakarni paxta qand holatiga keltirib olgunizcha hammasi bo'lib 15 mingga rasxodingiz tushyapti. Endi bitta paxta qandni siz 5 ming so'mdan sotsangiz, men eshitdim ba'zi bir joylarda 10 ming ham sotishar ekan. 5 ming so'mdan sotgan taqdiringizda ham 30 ta paxta qandingiz, ya'ni 1 kilo shakardan chiqqan paxta qandingiz sizga 150 mingga aylanadi. Bu sizga toza 135 ming foyda qoldiryapti degani bo'ladi. Endi shu muammo bitta sizni sotib olishingiz xolos, sotish xolos. Xudo xolasa bu apparatimiz cho'tka qilib ishlab beraveradi, kelgan odamga ishlatib tekshirib ko'rsatib beraveramiz. Va keyingi apparatlarimiz xamir mishalkalarimiz, qattiq va yumshoq xamirlarni bemalol qilib beraveradi. Bu vilkalarga ham e'tibor qiladigan bo'lsangiz, mana shunaqangi qirrali bo'ladi. Yana ham jo'skiyroq ishlab bera oladi. Полностью nержавeyka metalldan ishlangan 220 tokda ishlayveradi. O'ngga va chapga, oldiga, orqaga aylanaveradi. Tayyor bo'lgandan keyin xamiringizni tayyor xamirni mana qozonni shuni engashtirib oldiga to'kib beraveradi. Ichidan tortib ol, kesib, jichcha qilib chiqarib ol, unaqa qiyinchiliklari yo'q. Mana xamir ichida turibdimi, oldiga engashtirdingiz, bitta yoqsangiz vilkasi aylanib o'zi itarib chiqarib yuboradi. Tagiga jom qo'yib ushlab olsangiz bo'ldi. Bularimiz ham 220 tokda ishlaydi. Hop, keyingi mahsulotlarimiz esa shu parhez taomlarda, milliy taomlarda ishlaydigan, ovqatlarda issiq ushlab berib turadigan, svejiy ushlab berib turadigan marmitlarimiz bo'ladi. Bularda bizda 2 tali, 2 ta idishligi, 3 ta, 4 ta, 6 ta idishliklari bor. Mana misol uchun mana shu yerga har xil garnirlaringizni yoki suv ovqatingizni quyib qo'ysangiz ham issiq turib beraveradi. Ertalabdan obedgacha ham, kechgacha ham qaynoq turib beraveradi. Svejiy, xuddi hozir pishirgandaqa sotsangiz bo'laveradi. Hop, keyingi mahsulotimiz mana bu ko'rib turganlaring. O'zi buni joyi orqa tomonda edi, baqa kelib qolib taylanib. Plus stretch apparati. Bu oziq-ovqat yo'nalishida ham sotsangiz bo'ladi. Misol uchun deylik, qo'yuqroq ovqatlarni yoki go'shtli ovqatlar, go'sht mahsulotlarni stretchga shuni o'rab berish kerak bo'ladigan bo'lsa, stretch ustanovka qilinadi. Osongina shuni o'rab, stretchga o'rab turib
berib yuborsangiz bo'laveradi. Chiroyli, chang-chung tushmasdan zo'r boradi va ko'ringanda ham chiroyli ko'rinadi. Xo'p, keyingi apparatlarimiz bu холодильник vitrina stol bo'ladi. Ham mana bu yerda oynali vitrinasi bor va bu yer рабочий stol, bemalol ishlasa bo'ladigan ustida. Bu yerda 6 ta idishchasi bo'ladi. Xohlasangiz 6 ta qo'yib olsangiz bo'ladi, xohlasangiz 4 ta, 2 ta, plus idish kattalashtirsangiz ozayaveradi, ozaytirib kichraytirsangiz 6 tagacha qo'ysa bo'ladi, idishlari bo'ladi. Pasi ichi mana bu ko'rib turgan joylaringiz холодильник bo'ladi. Холодильник bo'ladi. Mana bu yerdagi idishdagi narsalarni ham bu sovutib turadi. Pastdagi tafti sovutib berib turadi. Muzday turadi. Misol uchun bu yerga meva-cheva solib qo'yasiz, marojna purush bo'ladigan bo'lsa yoki fast foodlarda salat solib qo'yishadi. Xullas shunaqa. Muzday ushlab berib turadi, svejiy turaveradi bu ham. Keyingi apparatimiz, frezerimiz bor. Neo 260 modelimiz, eng oxirgi so'nggi model, 26-yil, 8 ta qovurg'ali, 380 tok bilan ishlaydi. Bularimiz hozirgi kunda bizda bonusli aksiyada turibdi. O'zi $2600 chiqadi, eng birinchi qo'lidan ham. Bizda bu narsa $2250 turibdi. Bemalol kimgaki kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, chiroyli qilib jo'natib beraveramiz. Boshqa viloyatlar bo'lsa ham, O'zbekiston bo'yicha hamma yoqqa bu ko'rib turgan hamma narsalaringizni dastavkasi kelishilgan holda bor. Qoraqalpog'iston bo'ladimi, farqi yo'q. Любой joyga. Даже qo'shni davlatlarga ham, Qirg'iz, Qozoq, Tojikiston, boshqa davlatlarga ham bemalol kelishilgan holda dastavka qilib bera olamiz. Navbatdagi mahsulotimiz esa sushilni shkafimiz bo'ladi. Sushilni shkafimizning ichida bu hozir 36 taligi bo'lib, 36 ta mana shunaqangi 40 ga 40 listi bo'ladi. Setkasi bo'ladi, 40 ga 40 nerjevikadan. Endi bu bilan siz xohlaganingizcha meva-chevalar bo'ladimi, sabzavotlar bo'ladimi, uni quritib suxoy mahsulot qilsangiz bo'ladi. Ya'ni suxofrukti yoki suxoy ovush qilsangiz bo'ladi. Shu bilan cheklanib qolmasdan, bunda siz kaptilniy shkaf vazifasida ham foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni har xil turdagi go'sht mahsulotlarini kaptit qilsangiz bo'ladi, dudlasangiz, ya'ni o'zbekcha gapiradigan bo'lsak, dudlasangiz bo'ladi. Bunda mana necha kilolik, qanaqa necha kilo narsa sig'adi deb ko'pchilik so'raydi. Hech qachon sushilni shkafda biz kilosini oldindan aytib bera olmaymiz. Sababi buni ichiga soladigan mahsulotingiz har xil va ular har xil ves bosadi. Siz necha kiloligini chiqarmoqchi bo'lsangiz, nima quritmoqchi bo'lyapsiz bunda? Shuni aniqlab oling oldin. Misol uchun deylik, olma quritmoqchisiz, olma qoq qilmoqchisiz. Olmani shunaqangi 40 ga 40 listga maydalab, o'zingiz o'sha kesishni xohlagan razmerda kesib yoyib chiqing. Bitta 40 ga 40 listni ichiga necha kilo olma sig'di? Deylik 1 kilo sig'di deylik. Endi shuni bitta 36 ga ko'paytirsangiz, buni 36 ta listi bor, ya'ni 36 kilo olma sig'ar ekan. Yoki o'rik bo'ladigan bo'lsa, o'rikni yoyib chiqasiz, deylik 2 kilo o'rik sig'di. Uni endi 36 ga ko'paytirasiz. Bu degani 72 kilo o'rik sig'yapti. Xullas shunaqa. Shu tarzda siz o'zingizni hisobingizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Dudlash masalasiga keladigan bo'lsak, qanday qilib dudlaydi buni ichida deydigan bo'lsangiz, xohlasangiz parra-parra qilib, yupqa qilib go'shtlarni shu setkalarga terib yoki bu orasi torlik qiladigan bo'lsa, bunday qilib bir qavatini olib qo'yib, qalinroq qilib mashga terib dudlasangiz bo'ladi. Yoki umuman setkalarni chiqarib tashlab turib, o'sha kolbasani singari baylab, ilib qo'yib, o'rtasiga ilib qo'yib, yopib, gradusini qo'yib, qizdirib berganingizdan keyin bu sushit qilishni boshlaydi, dudlashni boshlaydi. Bunga archa o'sha hid xushini, ta'mini berish uchun apparatni orqasiga, mana bu orqasiga deylik, o'sha archani tutatib yoqib qo'ysangiz, bu tashqaridan tortib havoni oldi eshiklaridan chiqarib yuborish evaziga quritadi. Degidrator shunaqa ishlaydi. Tashqaridagi havoni tortadi, ichidagi tent qizitib, oldidagi eshikdagi mana bu tirqichlaridan, qovurg'alaridan havoni chiqarib yuborish orqali quritadi. Xuddi shuni singari orqasiga o'sha archani deydimi, o'sha ta'm beradigan tutunni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, o'z-o'zidan o'sha tutunni tortib turib, oldidan chiqarib olib, sizga o'sha mahsulotingizni dudlab kaptit qilib beradi. Deylik, tovuq go'shti bo'ladimi, mol go'shti, qo'y go'shti farqi yo'q, xullas dudlab beradi. Xo'p, keyingi mahsulotlarimiz
xuddi mana shunga kerak bo'ladigan, ishlatsangiz bo'ladigan slayserlarimiz bor. Mana go'sht mahsulotlarini, sir yoki bo'lmasam meva-cheva o'shalar suyagi, danagi bo'lmagan har qanday narsani chiroyli qilib, har xil razmerda qalinroq, yupqaroq qilib, slice qilib, silliq chiroyli qilib kesib beradigan slayserlarimiz bor. Huracan brendiga tegishli. Va masla preslarimiz bor, kattasi, kichikrog'i. Bu har xil turdagi mag'izlardan, bodom, yer yong'oq, sedana, shunga o'xshash mag'izlardan yog'ini siqib chiqarib beradi. Yog' chiqarib, bemalol o'zimiz uchun iste'mol uchun ham yog' chiqarib, bemalol iste'mol qilsak bo'ladi. Deylik, sedana yog'ida, zig'ir yog'ida chiqarib, bemalol oshimizni qilamizmi, uyda foydalanish uchun ham yog' chiqarsak bo'ladi yoki dorivor yo'nalishda ham deylik, ashqova urug'ini yog'ini yoki bodom yog'larini chiqarib, sedana yog'larini chiqarib sotsangiz yoki shu yo'nalishda foydalansangiz bo'ladi. Mikserlarimiz, pishig'lar uchun mikserlarimiz 3 v 1 misol mikserlarimiz bo'ladi. Bular ham zbivalka vazifasini o'taydi, ko'pirtirib beradi, tuxum ko'pirtirishga ishlatishadi, xamir qilsangiz bo'ladi yoki aralashtirish uchun ishlatsangiz bo'ladigan mikserlarimiz bo'ladi bular. Va oyoqda ko'rib turganlaringiz bu pishovoy molkalar bo'ladi. Kofe molka ham deb qo'yishadi. Xullas, har qanday qattiq mag'izlarni, qattiq mahsulotlarni, danaklarni yoki shunga o'xshash narsalarni deylik, kurkumami, nima o'shanaqa deydimi, tomirga o'xshagan narsa bo'ladi, bir sariq. O'shani yoki kofeni yo hatto shakarni solsangiz pudra qilib beradi. Saharning pudra darajasi shu darajada kukun qilib beradi. Shu yo'nalishda ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni bunda deylik, quritilgan qalampirni, quritilgan bolgarskiyni, shunaqa narsalarni solib turib ham tuyulgan ziravor holatiga keltirib olsangiz bo'ladi. Shu yo'nalishda foydalansangiz bo'ladi. Va bizda endi keyin upakovочный apparatlarimiz bor, har xil turda. Bu endi mini kichkinalari, xohlovchilar uchun kattalari, har xil turdagilari, barcha turdagilarini ba'zi birlari bor ham, ba'zi bir yo'qlarini Xitoydan zakaz asosida olib kelib beraveramiz. Nimaki qadoqlashmoqchi bo'lsa, necha kilo, qanaqa hajmda qadoqlashmoqchi bo'lsa, hammasini yetkazib berish imkoniyatlarimiz bor. Hozir ko'rib turganlaringiz bu prostoy ko'klar dazmol variantlarimiz, oddiy zapayka. Mana bu ko'rib turganimiz FR900 modelimiz. Bu poloavtomat hisoblanadi. Bu lenta bilan o'zi o'sha siz paketga mahsulotingizni solasizda, bu vazifasi paketni og'zini yopib va og'zini yopgan jarayonida siz shu paketni qadoqlayotgan datangizni bosib beradi. Ya'ni mana bunaqangi nabori bor o'zini. Mana shu ko'rib turganlaringiz nomerlarni mana bu rolikka terasiz. Rolikka o'zingizga kerakli raqamlarni, kerakli harflarni terasiz. Bu o'sha paketingizni og'zini yopish jarayonida datasini bosib, o'sha siz yozgan narsani paketga tushirib beradi, bo'rttirib tushirib beradi. Shu tarzda ishlaydi, poloavtomatika deyiladi. Bunda soatiga adashmasam bitta mijozimiz eng yuqori ko'rsatgan ko'rsatkichi soatiga 2000 tagachamikin chiqqanman dedi, adashmasam. Ular tezlikni nima qilib qo'yadi, ba'zi ishchilari fasovka qilib solib berib turishadi, bu shaqillatib o'tkazaveradi, lenta upakovka qilib tashaveradi. Shu tarzda 2000 tagacha chiqsa bo'ladi. Keyingi mahsulotimiz esa vakuum qadoqlash apparatimiz bo'ladi. Bu apparatimiz esa eng kichkina mini ko'rinishdagisi bu. Xohlovchilar uchun kattalari va gigantskiy o'sha kattalarini ham zakazga olib kelib beraveramiz. Yaqinda o'zi bundan kattaroq ba'zi bir turlari kelib qoladi, xudo xolasa, do'konimizga наличие bo'ladi. Buni mana tushunishlaringiz uchun shu sirniy palochkani shu apparat bilan qadoqlangan ko'rinishi mana shunaqangi bo'ladi. Buni ham qadoqlangani уже anchagina bo'ldi, уже ishda turibdi vitrinada, как образец ko'rinishida. Vakuum qo'yib yubormasdan, chotki, надежный, chiroyli turibdi. Sirniy palochka bo'ladimi? Qand, qurs yoki qurutlar, go'sht mahsulotlarini, sir mahsulotlarini, har xil mahsulotlarni, xullas vakuumlab qadoqlash mumkin bo'lgan mahsulotlaringizni mana shuni ichiga to'g'ri keladigan razmerdagi paket bilan bemalol shunaqa ko'rinishda qadoqlasangiz bo'ladi va sotuvga chiqarsangiz bo'ladi. Bu albatta shu kichikroq biznesni boshlayman deyotganlar uchun juda ham ayni muddao bo'ladi. Narx-navolari ham juda ham arzon chiqadi. Xudo xolasa aytganimizdek, keyingi videolarimizda ko'rsalaringiz. Hammasini bu
ko'rsatayotgan mahsulotlarimiz hammasini narxlari bilan yana to'liq funksiyalari bilan iloji boricha ishlatib ko'rsatib, obzorlarini qilib beramiz. Shuning uchun ham o'sha aytganimizdek kanalimizga like, podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmanglar. Endi esa sizlarga tanishtirib o'tadigan mahsulotlarimiz har bittasi o'zi bittadan biznesni sizga yo'lga qo'yib berishi mumkin bo'lgan mahsulotlar. Ya'ni lag'mon chiqarish apparatimizdan boshlaydigan bo'lsak, lag'mon uskunamiz mana hozir bunda mana shu richak bilan xamirni yoyib berilayotgan xamirni qalin yoki yupqa qilsangiz bo'ladi. Mana oralig'ini olib ko'rsatib beringda qalinlashini ko'raman. Qalinlashyapti. Salkam ujini barmog'im sig'adigan darajada. Torayib mana millimetrgacha chirayib torayapti. Ya'niki bu faqatgina lag'mon chiqaribgina qolmasdan, undan tashqari mana shu lag'monni kesadigan pichog'ini yechib olib qo'yib turib, xamirni yoyishga ishlatsangiz bo'ladi. Bu yoyishda misol uchun har xil turdagi somsa xamirlarini, monti, chuchvara shunaqangi xamirlar, tayyor xamirlarni hozir o'zi ko'payib ketgan. Shunaqa xamirlarni ham ishlab chiqarib sotuvga chiqarsangiz bo'ladi. Undan tashqari asosiy ishi lag'mon ishlab chiqaradi. Lag'monni ham o'sha cho'zma lag'mon singari chiroyli, sifatli qilib chiqarib beradi. Soatiga 120-130 kilo bemalol chiqarib bera oladi. 220 tok bilan ishlaydi. Ancha qo'lingizdagi ishingizni oladi. Boya ko'rsatib o'tganimiz mana shu mishalkalarimiz bilan o'sha qattiq xamirini, lag'monga mos xamirini tayyorlab olib, bundan chiqqan xamirni bunga tashlasangiz, u o'zi yoyib, o'zi lag'mon qilib sizga chiqarib beradi. Tayyor biznes. Xohlang o'sha mishalkasi bilan oling, xohlang xamirini ruchnoy qo'lingizda qilib bunga soling. Bitta o'zi ham kerak bo'lsa, sizga tayyor bitta butun boshli biznesni yo'lga qo'yib bera oladi. Va keyingi mahsulotimiz sabzi salat ishlab chiqarish, markabchi salat deydi, chimchi deydi, shunaqangi. Sabzi salat ishlab chiqarish uchun ishlaydigan mana bunaqangi sabzi salat apparatlarimiz bo'ladi. Bu apparatlarimiz ham 220 tokda ishlaydi. Soatiga 200 kilo, 250 kilo sabzini bemalol chiqarib oladi. O'zi bilan bitta o'sha zapaska peshonasida turgan pichog'idan bitta o'zida zapaskasi berilinadi. Bu pichog'i ham ancha-munchaga ishdan chiqib qoladigan narsa emas. Zapaskasi bo'ladi o'zida. Xo'p, keyingi mahsulotimiz esa shu ziravorlarda, nima desa bo'ladi? Murch yoki shunga o'xshash narsalarni maydalashda kerak bo'ladigan mahsulotimiz bo'ladi. Deylik, bunda sedanani maydalashadi ko'pincha. Sedana maydalab, po'chag'ini archib beradi, kattaroq misol qilsangiz. Har xil setkalari bor o'zida. Ichida bitta taqilgan o'zini setkasi, mana bunaqangi mayda setkalari bor. 220 tokda ishlaydi. Deylik, bunda misol qurigan qalampirni, bolgarskiylarni solsangiz ham maydalab ziravor qilib beraveradi. Mana bu boshida ko'rsatib o'tganimiz o'shalik molkalarni kattaroq stabilni ishlab turadigan varianti. Uni ichiga bitta solib maydalab chiqarib olib, yana bitta solib maydalab chiqarib olsangiz, bunda tepadan tashlab turaverasiz, pastdan maydalanib tushaveradi. Keyingi mahsulotlarimiz ko'proq qassoblarga kerak bo'ladigan mahsulotlar bo'lib, suyak arralari va misorubkalar. Misorubkalarimiz ham bor. Mana suyak arralarimizdan birinchi tanishtiradigan bo'lsak, suyak arralarimiz 220 tokda ishlaydi. Buni bizda ikki xil ko'rinishdagisi bor. O'sha mana bu razmerga qo'yadigan joylari bor. Suyakni kesmoqchi bo'layotgan suyagingizni, go'shingizni qalin yoki yupqaroq qilib bemalol kessangiz bo'ladi. Endi buni o'sha ancha-muncha qassoblar o'sha tanib bilib bo'lgan, bilmaganlar uchun boltada chopsangiz suyak sinib chiqadi. Undan har xil askolkalari sinib chiqadi. Misol deylik, ziravasi deydimi, shunaqa siniq suyaklar. Bexos uni bilmasdan yevorish mumkin, tomoq tishilishi mumkin, shunaqa holat. Bu narsa bo'lsa, silliq qilib, chiroyli, akkuratni qilib kesib beradi, juda ham tekis qilib. Ham ko'rganingizda chiroyli turadi, ham bolta bilan urib o'zingizni kuchingizni sarflab, o'zingizni qiynamaysiz, ham sotishingizga ham misol uchun sotayotgan mahsulotingiz narxini oshirib beradi. Bu degani hozir o'zi 15 ming, 20 ming so'mdan kilosini suyakni shunday sotilayotgan bo'lsa, siz o'sha 15 ming so'mdan olgan suyagingizni bunda chiroyli qilib, akkuratni supnabor qilib, одноразовый idishga terib qo'yib turib sotadigan bo'lsangiz, yarim kilosini 15 ming, 20 mingdan sotishingiz mumkin. Shunaqa darajada chiroyli qilib kesib beradi, xullas. Xo'p, keyingisi esa misorubkalarimiz bo'ladi. Qassoblarga yoki bo'lmasam katta-katta shashlikxonalarga go'shtlarini maydalab qiyma qilish uchun misorubkalarimiz. Katta-katta somsapazlar ham go'shtni qo'lda to'rg'ashadi, qiynalib. Shularga mana bunaqangi mana
katta tishli nasatkalarni taqib olib turib, мясорубкаdan shunday go'sht chiqarib olsangiz, xuddi to'rg'alganni singari chiroyli qilib, to'rg'ama go'sht qilib chiqarib beraveradi bemalol. Quvvatlari juda baland. Bu kattamiz 380 da ishlaydi, kichkinalarimiz 220. Buni hali yana boshqacha ko'rinishdagi boshqa modellari, kattaroq, kichikroq modellarimizdan har xillaridan bor. Bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. Xo'p. Keyingi mahsulotimiz mana bu juda ham beo'xshov, nima desa bo'ladi, uyda yasab chiqqanga o'xshaydigan, aslida Xitoyda zavodskoy bo'lgan holatda kelgan o'sha zavodskoy narsamiz. Pushka popkorn apparatimiz bo'ladi. Bu traditsionniy imperatorlar davridan qolib keladigan popkorn apparati xuddi shu bo'ladi. Endi hozirgi ko'rinishda ichi boshqacharoq. Ya'ni buni ichiga makkani solasizmi, guruch solasizmi, ichida mana shu qozonning ichida kakali afg'on qozonda ovqat qilgan singari dimlanib, baqirib otilib, hammasi bodroq bo'lgandan keyin bu yonga mana shunday qilib, mana shu qopi bo'ladi. Ichida setkasini ko'rsatib qo'ying. Ichida qopi bo'ladi, uzun qop bo'ladi bu. Mana shu qopga buni mana shunday qop xalaq qilib bo'larkan. Mana yonga qiyshaytirib turib, tayyor bo'lgandan keyin, pishgandan keyin qopni ichiga bu og'zini to'g'irlab turib, bitta ochsangiz gumbillab, portlab, xuddi haligi Napoleon Bonaparte yoki Jek Chittak haligi zambaraydan pushka o'qni qanaqa otgan bo'lsa, xuddi shunaqa bo'lib popkorn qopni ichiga otilib chiqadi. Shu tarzda bodroq tayyorlanadi. Bunaqangi antikvar mahsulotlarimiz ham bor bizda. Va juda ko'pchilikni qiziqtiradigan, ko'plab savollarga sabab bo'ladigan mahsulotimiz qurut stanogi, ya'ni qurut ishlab chiqarish uskunasi. Bu stanogimizda siz nafaqat qurut yoki tiftellar ishlab chiqarsangiz ham bo'ladi. Tiftel ya'ni tiftel bu go'sht do'lmachalari, mana shunga dumala-dumala bo'lgan go'sht qiymalarni, tiftellarni ham ishlab chiqarsangiz bo'ladi yoki suzmadan qurut ham ishlab chiqarib sotsangiz bo'ladi. Razmerlarini mana bu joylaridan regirovka qilsangiz bo'ladi. O'sha sharikchalarning katta kichikligini bemalol 220 tokka ulab ishlatsangiz bo'ladigan tayyor biznesni yo'lga qo'yib beradigan yagona stanok. Bunga qo'shimcha birorta narsalar bo'lishi shart emas. Endi misol bunga ham o'sha mishalka va bu narsa qo'shsangiz bo'ladi, lekin shart emas. Xo'p. Bu qurut apparatimiz edi. Endi novoylar uchun kerak bo'ladigan mana bunaqangi katta mikserlarimiz ham bor. 50 kilolik, 25 kilolik, 35 kilolik Turkiya mahsuloti. Buxanka qilib non qilasizmi, lipyoshka, patar shunaqangi nonlarni bemalol xamirini juda a'lo darajada chiroyli qilib chiqarib beradi. Boya ertalab bir mijozimiz keldilar. Yangi novvoyxona ochdim. Endi unga usta chaqirsam, o'sha novvoylarni chaqirib ishlatmoqchi bo'lsam, deyapti. Uje mishalkasi bu yo'q, novvoyxonaga biz kirmaymiz, ishlamaymiz deb atkaz berishyapti. Shunga yaxshi mishalkangizdan bitta berasiz deb keldilar. Men to'g'risi hayron qoldim. Odamzodga qancha qulaylik bo'lgan sari shuncha oyoq yerdan ko'tarilaverishini chetda amin bo'ldim. Oldin qo'lda qilingan xamirlarga endi hozir novvoylar apparatim bo'lmasa ishlamayman deydigan holatga kelib qolishibdi. Endi videomiz bundan buyog'iga sizlarga tanishtirib o'tadigan narsalarimiz qishloq xo'jaligi, fermerliklarga aloqador narsalar bo'ladi. Ya'ni parrandachilik, qo'y qo'zi, echki buzoq shunaqa chorvachilikka asoslangan narsalar. Birinchilardan bo'lib inkubatorlarimizni tanishtirib o'tamiz sizlarga. Inkubatorlarimiz bizda 36 taligidan 320 taligacha har xil turdagilari mavjud. Bemalol o'zingizga yoqqanini olsalaring bo'ladi. Hajmda ya'ni 36 talik, 128 talik, 192 talik, 256 va 320 taliklari bor. Mana bu ko'rib turganlaringiz. Ko'klarimiz lyuks model bo'ladi, Polo lyuks model bo'ladi. Sarolarimiz lyuks modellarimiz bo'ladi. Farqi nimada deydigan bo'lsangiz, bu ko'klarda korpuslari bu saralarga nisbatan ozgina yupqaroq bo'ladi va to'ralar burchagida mana bunaqangi choki bo'ladi. Har bitta devor bir-biriga ulangan bo'ladi o'sha boltka ekalar yordamida. Bunda bo'lsa sarada aylanasiga splashnoy bitta quyma bo'ladi. Yagona struktura o'sha devor bo'ladi, quyilgan. Va yana bir qulaylik tomoni, bularda terilgan tuxumni
ichida narsasi borligi uchun chiqishga qiynalyapti. Mana shunaqa qilib turib, mana tuxum terilgan holatida oldiga bir tortasiz, tortmani shu holatda tekshirib bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Tuxum rivojlanyaptimi, yo'qmi, hammasini bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Va har bitta inkubatorlarimizga mana shunaqangi karmishka, jo'jalar chiqqandan keyin ovqat beradigan karmishkalarini va tuxum rivojlanayotgan paytida tekshirib turadigan fonariklarini va suv beradigan apparatlarini va bir xil mana shunaqangi karmishkasini ham shunday komplekt darim ichida bonus sifatida qo'shib beramiz. Bunaqa variant hali hech kim bermagan. Faqatgina bizda shunaqangi ko'rinishda olsangiz bo'ladi. Xullas shu paytgacha tanishtirganmiz. Xullas bizdagi hamma mahsulotlarni hammasini O'zbekiston bo'yicha hamma hududlarga bemalol dastavka qilib bera olamiz kelishilgan holda. Shunisini ham unutmaysizlar. Bularimiz inkubatorlarimiz edi va navbatdagisi bizda drobilkalar va granulyatorlar tanishtirib o'tamiz. Bu drobilkalarimizni va granulyatorlarimizni parrandachilik yo'nalishida ham, baliqchilik yo'nalishida ham, quyon, echki, buzoq, mol, qo'ylarni boqish yo'nalishlarida bemalol yem uchun ishlatsalaringiz bo'ladi. Drobilkalarimizdan boshlaydigan bo'lsak, tanishtirishdi. Mana bu birinchi turgan kichkintoyimiz makkani dumbilini o'sha sotasidan donini ajratib beradigan, ya'ni makka donini o'sha sotasidan butun holatidan ajratib beradigan uskunamiz bo'ladi. Bu apparatimiz hozir 220 tokda ishlaydi. Soatiga 150 kilo 200 kilo atrofida bemalol chiqarib bera oladi. Va keyingi navbatdagi uskunamiz universalniy drobilka bo'lib, bu makka, bug'doy, o't, hashay, somon hammasini absolut maydalab tolqon qilib bera oladi. Bemalol kepay darajasigacha maydalab bera oladi. Xullas ichiga temir bilan tosh kirib ketmasa bo'ldi. Keyingi mahsulotimiz esa hop, mana ichki ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Ikkovi pashti bir xil narsa. Tashqaridan o't qashaydi solganingizda mana bu tortib keladigan gusinitsa lentasi bo'ladi. Tortib olib kelib beradi. Mana bu yerda mana bunaqangi tishlab tortib oladigan roliklari bor. U kelayotgan o't qashaydi tishlab bitta majag'lab turib ichkariga olib kirib bergandan keyin mana bu pichoq kesadi. Bu pichoq kesadi, kesilib, silos bo'lib tayyor holatda maydalanib oldiga chiqaveradi. Endi buni ikki xil uzunlikda kessa bo'ladi. Mana bu skorosti bo'ladi. Buni bu tomoniga olib qo'ysangiz kaltaroq kesishni boshlaydi, bu tomoniga olib qo'yadigan bo'lsangiz uzunroq kesishni boshlaydi. Bunimiz xuddi shunaqa bo'ladi. 220 tokda ishlaydi. Soatiga zavodda aytishi bo'yicha endi bu mana bu yerda ham yozib qo'ygan bo'lish kerak. Hop. 3 tonna deyapti. Soatiga 2-3 tonna atrofida bemalol ishlab chiqaradi deyapti. 3,5 kilovatli 220 motor bilan jihozlangan narsa. Endi buni 380 lik katta baquvvat motor qo'yib oladigan bo'lsangiz, undan ham zo'r ishlab boradi. Endi xuddi shuni akasi bundanda продвинутыйroq, yaxshiroq, qulayroq bo'lgan mahsulot. Bunimiz tevasida bunkeri bo'ladi. Qolgan ichlari mana shu bunkergacha bo'lgan joyi hamma yo'g'i bir xil. Bunkeri nima qilib beradi desangiz, bunkerida butun turib bo'ladimi, sholg'om, karom, sabzi, shunaqa narsalarni po'chaq qilib maydalab chiqarib beradi. Deylik, o'sha pishmagan, yaxshi yetilmaganlari, adxod bo'lib chiqqanlarini bemalol tashlasangiz po'chaq qilib chiqarib beradi. Mol qo'yingizga yem qilib chiqarib bersangiz bo'ladi. Va bunda yo'q joyi, mana bu joyiga qarasak, bunda mana pichoqdan keyin bo'ldi, o't chiqib ketaveradi tashqariga. Hech nima yo'q bu yerda. Bunda bo'lsa pichoqdan keyin mana bunaqangi titkilab oladigan shrederi bo'ladi. Qo'shimcha bu yana ham titkilab, maydalab chiqarib beradi. Juda ham qulay va a'lo darajada sifatli ishlaydigan mahsulotlarimiz. 220 tokda ishlaydi. Bularning hammasi o'sha 3,5 kilovatli motor bilan jihozlangan bo'ladi. Va keyingi mahsulotimiz bu nima deb tanishtirsam bo'ladi buni sizlarga. Bu xullas makkani dumbilini yechintirib beradigan narsa. O'sha makkani nima deydi? Sota nimada? Poyasida turgan holatida qayirdingizmi, o'sha to'ni bo'ladi, soqoli bo'ladi, boshqa. O'shani shunday tashlasangiz bu yechintirib makkani dumbilni yalang'och qilib chiqarib yuboradigan narsamiz bo'ladi. Po'stlag'ini archib tozalab beradigan mahsulotimiz bo'ladi.
Dumbil holatida chiroyli qilib tashqariga chiqarib tozalab beradi. Tonna 3 tonna, 3,5 tonnagacha soatiga ishlab beradi deb beryapti Xudo xolasa zavodimiz. Inshaalloh endi amalda tekshirib ko'rsak ham bo'ladi. Endi keyingi mahsulotimiz esa hammasi bular 224 ishlaydi. Bu mahsulotimiz makkani dumbil holatida, butun holatida solsangiz donini sotasidan ajratib beradi. Donni maydalab sindirib yorma holatiga keltirib beradi. Ko'rim holatiga keltirib beradi. Maydalab tolqon qilib, xullas tayda mana ko'rsatib bering. Har bitta qavatlari, eleklari bor. Buni setkalari ham bir bilmadim, 10 tani atrofida setkasi bor hozir. Mana ichki ko'rinishini ham ochib ko'rsatib beraman. Mana bu yerda hozir ikkita setka turibdi. Naryoqda ikkita kichkina setka turibdi mana bunaqangi. Mana kichkina setka turibdi. Tagida o'zini setkasi turibdi. Monetlarga qo'yadigan setka. O tagida mana bu yerda ham setkalar turibdi, zapaskalari bilan ikkita, uchta. Shularni hammasini mashina o'ziga foydalanasiz. Buni vazifasi esa o'sha makkani mana bu tishlari ham buni yechib turib, mana bu tishlari taqsiz bo'ladigan. Mana bunaqangi tishlari ham bor, bunaqangi soqali, polvon toshliklari. Buni vazifasi shu aytib o'tganimizdek, makka dumbilini donini ajratish, donni sindirib, ko'rimlar qilib maydalash va uni sortirovka qilib qismlarga ajratib berish, ya'ni yirikroqini alohida, maydarog'ini alohida, makkadan chiqadigan qipig'larini fudab tozalab berish funksiyalari bor. Juda ham bir ko'p funksiyali mahsulotimiz bu. Don sohasida o'sha ishlaydigan akalarimiz uchun juda ham qo'l keladigan qulay mahsulotimiz. Va keyingi apparatimiz bu universalniy drobilkamizni hozirgi kunda bizda samodelniylari juda ham ko'payib ketgan, yasab sotilinyapti. To'g'risi biz shu kungacha ularni oldinlari sotganmiz, samodelnisini ham anchadan beri olib kelmayotgandik. Sabab nima desa bo'ladi? Texnika bezopasnost tomonlarini o'ylab olib kelishdan o'zimizni sal tiyatdik. Chunki materiallar borgan sari yupqalashib ketdi. Narx arzonlashishi uchun materialini yupqa qilib yuborishdi. Odamlar endi arzonligi uchun arzonni olaveramiz, lekin bu tomonni ham o'ylash kerak. Ertaga uyimizga borganimizdan keyin ayollar ishlatishi mumkin bu narsani yoki bolalar ishlatishi mumkin. Xudo saqlasin, ichida pichoq sinib, korpusini yirtish shunaqa holatlari bo'lsa, odamga normal ziyon yetkazib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ancha-muncha material yupqasini olmaslik kerak deb hisoblayman. Bunda bo'lsa materiallarimiz qalin, juda baquvvat ishlangan, zavodskiy ko'rinishdagisi. Mana ichida tishlarini ham ko'rsatib beradigan bo'lsak, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Ichiga daja armatura qovurg'alar ham qo'yilgan. Pichoqlarning yonida. Bu ham o't, xashak, makka, bug'doy hammasini maydalab sizga tayyorlab bera oladi va 4 ta setkasi bo'ladi o'zi bilan. Komplekt 4 xil setkasi bor. O't, xashak uchun, don uchun moslashgan setkalari bor. Bu ham 220 tokda ishlaydi. Endi sizlarga granulyatorlarimizni tanishtirib chiqadigan bo'lsak, bizda hozirgi kunda 220 da ishlaydigan granulyatorda o'zidan 8 xil bor. 220 tokda ishlaydiganning o'zi 8 xil. Bu kichkina modelimiz, o'sha eski ko'kdan 2026-yil modellarimiz. Bularda hammasini o'sha obzorlarni ham qilib qo'yib qo'yganmiz. Kimki granulyatorda o'sha obzorini tashlab bergan narxlari bilan tashlab beraveramiz. Alohida o'zini ham obzor qilib qo'yganmiz. Xo'p, 2026 modellarimiz, xudo xolasa O'zbekistonda birinchilardan bo'lib biz olib keldik buni. Hozir o'zimizning ukamizda ham bor bundan. O'sha jiyanimiz ukam bilan birga sotyapmiz. Xo'p, keyin 2025 modellarimiz, o'sha oranjli bular ham juda ko'pchilik o'sha olib foydalandi, ancha-muncha odamga foydasi tegdi, rezultatini ko'rishdi, bilishdi qanaqa narsaligini. Shuni kattalari endi bular o'sha 380 modellarimiz, 15 kilovat, 7,5 kilovat, 11 kilovatli modellarimiz bo'ladi. Bularning ham hammasini narxlari bilan polniy obzorlari, tanishtirilgan videolari bor. Hozir o'sha mana avgust oyi keldi. O'sha videodagi qo'ygan narxlarimizdan ham xudo xolasa imkon qadar arzon qilib, skidka qilib beryapmiz. Bemalol aloqaga chiqsalar ham O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Bu ko'rib turgan narsalaringiz hammasi urug' ekish siyalkalari bo'ladi. Bularni ham oldinda o'sha video obzorlarini qilganmiz. Bular birma-bir sizlarga tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bunimiz
yirikroq bo'lgan urug'larda ekadigan, ya'ni makka, bug'doy, loviya, mosh shunga o'xshash narsalarda ekadigan siyalkalarimiz mana shunaqangi nasatkalari bo'ladi. Bu kattalari, loviyalar uchun, donlar uchun har xil turdagi nasatkalari bor. Общий hisobda 8 xil nasatkasi bor. O'zi esa 12 ta urug' ekish nayzalari bilan jihozlangan bo'ladi. Bitta rolikli, bitta qatorli bo'ladi. Yonida o'sha urug'ni sog'oladigan bunkerlarigacha bor. Bu apparatlarimiz ham hammasi mana juda ham qulay narxlarda chiqadi. Narxlarini alohida keyingi boshqa videoda obzor qilib tanishtirib beramiz. Xo'p, mana bulari esa mayda urug'larga moslashgan, ya'ni sabzi, piyoz, deylik, rediska, shunaqangi mayda urug'lar uchun moslashgan apparatlarimiz bo'ladi. Bunisi 3 qatorlik. Mana ko'rib turganlaringdek juda ham qulay. Eng asosiysi e'tibor qilasizlar, mana g'ildiraklari bularda splashnoy bo'ladi. Alohida allaqangi yerga botib qoladigan, kirib qoladigan, loyni ichiga to'plab olib sizni qiynaydigan bo'lmaydi. Splashnoy g'ildirakli. Shunaqangi metallitskiy korpuslik, korpuslar plastmassa bas, ertadan keyin sinib ketadigan, bir nozik qilib ishlanmagan, baquvvat yaxshi metallitskiy bo'ladi va buni ham hammasida qo'shimcha mana shunaqangi har xil razmerdagi o'zining nasatkalari bo'ladi. Urug' nasatkalari bo'ladi. Ularda bizda hozirgi kunda mana 3 qatorligi, 4 qatorligi va 5-6 qatorliklari mavjud. Bemalol o'zingizga kerakli bo'lganini sotib olib foydalansangiz bo'ladi. Bularda endi necha agatga ekadi deb ko'pchilik so'raydi. Bularda mana eng kichkinasi deylik 60-70 gacha eksa, o'sha ikkita agatda o'rtasi bo'lsa bir 60-70 bo'ladi, tepasida suppasi. O'shangacha ham eksa bo'laveradi. Endi kattalarni oladigan bo'lsangiz 90 gacha bo'lgan agatlarga bemalol ekib beradi. Endi buni foydalanishda mana bu qismidan nima qilib oralarini katta kichik qilib sursangiz bo'ladi. Endi bu ham yaqinlik qiladi. Bundan ham katta bo'lsin menga deydigan bo'lsangiz, xohlang cheres tashing urug'ni. Mana bunga soling, o'rtaga soling, yana ham kattalashadi. Yoki bunga solib bu chekkadagi soling, yana ham kattalashadi. Endi toraytirish kerak, kichraytirish kerak deydigan bo'lsangiz, shuni yaqinlashtirib bir-biriga yopishtirib qo'ysangiz, yonma-yon tashlaydi. Oralig'i shunda bir 6-7 sm oraliqqa tashaveradi, yonma-yonlikda. Shunday qilib har xil razmerga qo'yib olib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. 5-6 qatorliklari ham xuddi shunaqa orasini katta kichik qilib, uzoq yaqin qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bemalol o'sha urug'ni tashlagandan keyin orqasidan o'zi bosib, yopib, yerda ham yopib ketaveradigan funksiyalari bilan jihozlangan bo'ladi. Endi navbatdagilarimiz oxirgi mahsulotlarimiz. Bizda endi sezoni ham o'tib qoldi, basseynlarimiz ham bor. Har xil razmerdagi yozgi sezon ham уже o'tib ketdi, xudo xolasa. Keyingi yilda ham hamma razmerdagi basseynlar bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqsalar O'zbekiston bo'yicha yetkazib beraveramiz va hozirgi kunda juda ham ko'pchilik ustalarimiz joniga oro bo'layotgan, ya'ni o'sha elektrik ustalar bo'ladimi, konditsioner almashtiradiganlar bo'ladimi, xullas teparoq joyda ishlaydigan, oddiy odamlardan ko'ra teparoqda yuradigan ustalarga har xil turdagi narvonlarimiz bor. Karbonoviy pokritsiya bilan bu mahsulotni o'zi mustahkam bo'ladi, temirli bo'ladi, o'sha profilli bo'ladi va ustidagi mana bu kraskasi ham profilni yanada prochniy qilib mustahkam qilib beradigan pokritsiyali bo'ladi. Oddiy prosta kraska bo'lmaydi. Va bular hammasi mana shu ko'rib turganingiz A shaklidagilari ham, bir tomonlamaliklari ham bemalol yig'ishtirilib, kichkina bo'ladi. Bitta mashinaga shunday bagajga solib turib, любой joyga olib borib, ochib ishlatsangiz bo'laveradi. Baquvvatligi 150 kilo predel yozib qo'ygan. 150 kilogacha ko'taradi. Menimcha o'zi 100 kilolik odam ham o'zini zo'rg'a eplab tepaga chiqib tushsa kerak. Ishlashlari hammasi cho'tki ishlab beradi. Mana misol uchun mana shu shotimizni balandligi 370. 370 balandlikdagi shotimiz. Endi buni siz tikka qilib, односторонний qilib ochib yorsangiz ham bo'ladi. Ochib qo'yadigan bo'lsangiz, bu degani 740 bo'lib ketadimi shunaqa. Shu darajada baland bo'lib ketadi. Men salkam 100 kilo, 90 kilo tevasidagi odamman. Bemalol mana ko'tarib ustiga chiqib sakrayapman, ko'tarib turibdi. Endi yonga ketib qolishiga endi muvozanat saqlashingiz kerak. Yo bir ehtiyot chorasini ko'rishingiz kerak yoki lapanlamasdan tekis ehtiyot bo'lib chiqib, ehtiyot bo'lib tushishingiz kerak. Ko'tarishi, xullas bemalol ko'tarib beryapti.
Bularni bizda mana ko'rib turganingizdek har xil baland pastlikdagisi bor. Mana misol uchun bunisi 2 1.90 bo'ladigan bo'lsa, bunisi 270, bunisi 370. Shunaqa bu. Adashib ketdim. 210, 290 va 370 bo'ladi. 800 dan farqi bor-da bularning bir-biriga. Endi bu kichkinalarimiz bo'lsa, eng kichkinasi shu 1,5 metrlikdan boshlab, men takchaga chiqqani foydalansangiz bo'lsa kerak. Qolganlari уже 6 metrgacha uzunlikda har xil turdagilari bor. Bemalol murojaat qilsalaring O'zbekistonning barcha hududlariga yetkazib berish imkoniyatlarimiz bor. Bizdan uzoqlashmanglar, albatta o'sha aytganimizdek kanalimizga like, podpisa tugmalarini bosib qo'yib, kommentariyada o'z izohlarini qoldirishni unutmanglar. Doimo sog' salomat bo'linglar, biz bilan birga bo'linglar va biz birgalikda biznes boshlaymiz.